Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bugun men Minecraft o'yinidan o'tmoqchiman, lekin oldimda 1 million qo'riqchilar bor. Ular esa menga ajdarxonni mag'lub qilishim uchun to'sqinlik qilishadi. Lekin hozir meni oldimda 1 million qo'riqchilar bor. Seni bir zarbada yer tishlataman. Ha, qoidalarni tushundim. Tushunmadim. U nima qilyapti? Oy! Jinorson kallam uzilib ketay dedi. Obbo! Jinorson nima buncha ko'p bo'lmasa bular? Menga uni qo'yib beringlar. Men uni o'zim tinchitaman. Tushunmadim. Bu bolani kim chaqirdi bu yerga? Hoy, bu o'g'il bola emas, qiz bola. Bo'lmasam qiz bolani kim olib keldi bu yerga? Ey, bu meni bolam. Jinorson, bo'lmasam bu yerdan qochish kerak. Men o'zimga tinch joy topishim kerak va nihoyat men ulardan qutuldim. Wow, yer la'nati, yuragim yordi-ku. Tushunmadim. Bo'ldi, menga qara, meni urma. Men barcha aytganlaringni bajaraman. Tushunmadim. Bo'ldi, menda bir g'oya bor. Quloq solishlar, men senga sovg'a tayyorlab qo'yganman. Bu mega super sovg'a deyiladi. Yo'q, rostmi? Ha, bila qol, ichkariga kir. Bu senga yoqadi. Mana endi uning ahvoli. Tushunmadim, sovg'ani qayerga qo'ygan ekan? Nimagadir qornim och qoldi-da. Qo'ymi bu? Menga qara so'ta qizi, men seni yemoqchiman. Bo'lanati. Men hech narsaga tushunmayapman. Nima balo, sen umringga narsa yemaganmisan? Unday bo'lsa, buni to'g'rilash kerak. Ana bila qol, bu oliy nav o'tlari. Og'zingga tiqmay, och og'zingni. Mana endi sen qo'yga o'xshading. O'zi ham kabobga tortiladigan qo'y bo'lding-da. Ana bilmasam olg'a. Tushunmadim. La'nati. Qo'y bo'lmasa cho'chqa bor ekan. Nima bo'ldi? Uzr. Men bilmasdan seni onangni o'ldirib qo'ydim. Men o'g'il bo'lmasin, buni o'zing yeb qo'y. Bu meni qaynonam edi. Tushunarli. Yo'l yursam ham mo'l yurdim va nihoyat steak topdim. Men sizlardan biringiz tushunmadim. Hozir men seni shunday solaman, butuni bir esingdan chiqmaydi. La'natlari, mendan ham vahshiy ekan-ku bular. Bunisi nima bo'ldi? Bu aynigan go'shtmi? Men hech narsaga tushunmayapman. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Jinorson, qorin och bo'lsa nimalarga tayyor bo'lmaysan? Yaxshi ekan. Men ham bilardim. Mana endi menga daraxt kerak. Bir daqiqa. Axir ularning ko'zi ko'rmaydi-ku. Tushunmadim. Bu yerga kimdir kelganga o'xshaydi. Hech kim kelgani yo'q. Oldinga men borman. Bu yerda bizdan boshqa yana kimdir bormi? Ha, men bor deyapman. Qani g'ildirangni g'ildiratib mislikka chiqyordi. Ajoyib. Mana bunisini ham olsam, yo'q tavba, yuragim yordi-ku. Sen ezilayotgan daraxt narigi tomonda turibdi. Yo'q, uni menga shu yerda deb aytishgan edi. Mayli. Va nihoyat men qishloq topib oldim. Men to'g'ridan to'g'ri o'g'rilik qilaman. Nima? Unday qilma. Agar hozir bu yerdan ketmasang, men onamga telefon qilaman. Jinorson. Soliqlar to'lash vaqti keldi. Nima topsang olib ketaver. Qo'yil, mayli ko'raylikchi, nima bor ekan. Tushunmadim, kim bu sandiqdagi? La'nat yey. Qani bor zumradlarni chiqar. Yordam beringlar, meni. Tushunmadim, men hali senga tekkanim yo'q-ku. Mana endi yaxshi bo'ldi. Senda asl navli temirlar bor ekan. Bulardan qurol yasasa bo'ladi. Mana endi men tayyorman. Mana endi bemalol soliq yig'sam ham bo'laveradi. Qani bo'la qol. Senga nima bo'lgan o'zi? Borini olib ketaver. Nima meni to'xtatmaysanmi? Sen menga qarshilik qilishing kerak edi la'nati. Bo'lmasa bunday qilamiz. Men hozir ikkinchi marotaba kirib kelaman. Qani 3 2 1 boshladik. Menimcha men sandiq ko'ryapman. Bunisi kim bo'ldi? Bu juda ham oson bo'ldi. Yordam beringlar. Hozir meni ko'zim kosasidan chiqib ketadi. Jinorson, nimalar bo'lyapti o'zi? La'natlar qayerdan paydo bo'ldilar? Zudlik bilan bu yerdan chiqish kerak. Mana endi men xavfsiz joydaman. La'nati, yana shu yerga tushib qoldimmi? Shoshma, menga nima demoqchisan? La'nati, rangingga uraysini. Qani yo'qol bu yerdan. Quloq solinglar. Men bilaman uni qayerga merkinganini. Jinorson, nima buncha bular ko'p bo'lmasa? Menda bir g'oya bor. Nima gap tasqara? Mana men bu yerdaman. La'nati, eshikni yopish esimdan chiqdi-ku. Mana endi men ham vardimman. Qani do'stlar, ishga kirishamiz. Tushunmadim. Men ham vardimman. Ishonmasangiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. Shoshmachi, men o'zim buni tekshiraman. U ishtoniga chiqib qo'ygan. Demak, u bizlardan. Mana men nima degandim, aytmaganmidim. Lekin nimagadir begonani hidi kelyapti. Bo'ldi, quloq solinglar. Men tekshiruvdan o'tdimmi yoki yo'qmi? Tushunmadim. Nima qilyapsan meni ortimga o'tib? Tushunmadim. U hozir nima qildi? Qo'lga olinglar uni. U haqiqiy vardin emas. La'nati. Bunaqada meni tomon ketishi aniq. Xo'sh, men yana bir qishloqni uchratdim. Bugundan boshlab meni qo'limda ishlaysizlar.
Tushunmadim. Shu gapni yana bir marta qaytaringlar. Mana bu boshqa gap. Ular nima qurishayotgan ekan? Faqat ovoz chiqarmanglar, qo'shnilar eshitmasin ha. Bu o'zi qancha davom etarkin? La'nati. Birinchi navbat himoya qilishni o'rganamiz. Qo'yil, mana bu boshqa gap. Sen cho'chqa nima qilyapsan? Ariqlash niyating yo'qmi? Men ishtonimga chiqib qo'ydim, tura bilmayapman. Sizlar aqlli bo'lishingiz uchun birinchi navbatda sizlarga bilim kerak. Tushunmadim. Sen nimani chizyapsan? Qo'yil, meni qo'limda ishonchli aholi ishlayapti. Mana endi bemalol Minecraft o'yinidan o'tsam ham bo'laveradi. La'nati vardanlarni ham mag'lub qilaman. Do'stlar, birinchi navbatda sizlar test sinovlaridan o'tishingiz kerak. Xo'sh, birinchi navbatda sizlar bilan qo'yil, gapirishi mumkin emas. Qani bilmasam boshladik. Obuna bo'ling, esdan chiqmasin. Ha, albatta, obuna bo'linglar. Jang tugagandan keyin sizlar ham obuna bo'lasizlar. Xo'sh, mana endi o'rganganlaringizni menga ko'rsatinglar. Ha, la'natlar. Jinorson, bular qayerdan keldi o'zi? Zudlik bilan bu yerdan quyon qilish kerak. Ha, Jinorson, ular bizni o'rab olishibdi-ku. Tushunmadim, bu yerda nimalar bo'lyapti? Xo'sh, bu yerda hozircha hech kim yo'q ekan. Men zudlik bilan yer osti dunyosiga tushishim kerak. Jinorson, ular meni qurshab olishibdi. Nimaga boshna? Qara, men bilan yur, bizning guruhimizga qo'shilasan. Qo'yil, guruhingizga o'zi necha kishi bor? Jinorson, bu seni aytgan guruhmi? Yer osti dunyosiga tushish uchun men portalni ko'ryapman. Xo'sh, kimda qanday reja bor? Qo'yil, qana bo'lmasam olg'a. Qanday bo'la qolinglar, vaqtdan unumli foydalanib olishimiz kerak. Va nihoyat biz portalni topdik. 1 daqiqa, portalning ichiga kirishimizdan oldin uni tekshirib ko'rishimiz kerak. Menga qarab o'tiring. Qani tezroq portalni tekshirib chiq. La'nati. Tinchlikmi, nima bo'ldi? U yerda vardanlar fitvilyot ekan. Qani chetroqqa ayt, Modring. Men o'zim bir tekshirib ko'raychi. Jinorson, Modring to'g'ri aytgan ekan. Bo'ldi, shoshmanglar. Menda bir reja bor. Hamma meni ortimdan kelsin. Qani bo'la qolinglar. Mana men nima degan edim? Ikkinchi portal ham bizga yordam berdi. Jinorson, bular juda ham ko'p-ku. Menda ularni aldash uchun ajoyib reja bor. Mayli. Mana endi do'stlar, bizga Ender marvaratlardan kerak. Bundan buyog'iga sen meni qo'limda ishlaysan. U rozi bo'ldi, faqatgina 5 kishini emas, 4 kishini ko'tarar ekan. Bo'lmasam beli og'rib qoladi. Bo'ldi, ko'p gapirmaylik, ishga kirishamiz. Bunaqasini kutmagan edim. Qani bo'lmasam olg'a. Sizlar shu yerda qolinglar, men ular bilan o'zim gaplashaman. Nima gap cho'chqadan tarqagan? Bizga Ender marvaratlardan kerak. Ha, men senga 64 ta oltin beraman, sen esa menga marvaratlardan berasan. Qo'yil, mana bu boshqa gap. Menga aynan shu kerak edi. Tushunmadim, nima berdi u menga? Jinorson, menga qaranglar cho'chqalar, menga Ender marvaratlardan kerak. Ender marvarat dedim, tushunarlimi? Va nihoyat meni gapimni bitta cho'chqadan tarqagan tushundi. Ender marvarat dedim senga. Menga qara, seni oilang bormi? Ularni ko'ryapsanmi? Agar menga Ender marvaratlardan bersang, ular tirik qoladi. Mana bu boshqa gap. Mana endi borib ularni qutqarishing mumkin. Ha, Jinorson, ehtiyot bo'lish kerak edi. Qani do'stlar, chetroq qochinglar. Hoy, menga qara. Hoy, o'zingni bos. Men dushman emasman, ko'ryapsanmi? Menga bir nechta olovli tayoqlar kerak. Agar ulardan bir nechta menga beradigan bo'lsang, biz sen bilan do'st bo'lib qolamiz. Qo'yil, bittasini kallasi ishladi. Allohati. Mana endi do'stlar, yo'lda davom etamiz.
Qani bo'la qolinglar, tezroq o'yinni tugatib olishimiz kerak. Tinchlikmi? Voba, qochib qol. Baribir ularni ko'zi ko'rmaydi. Qani bu yerdan tezroq chiqib olishimiz kerak. Mana endi faqat olg'a qadam bosamiz. Jin ursin, bu portalni topish nima buncha qiyin bo'lmasa. Sizlar ham sezyapsizlarmi? Menimcha biz yaqinlashib qoldik. Xullas, tushunmadim, uchinchingiz qayerda? Marvaratlarimiz kam qoldi. Shuning uchun ularni tejab ishlatamiz. Tushunarlimi? Menimcha uning ahvoli yaxshi deb o'ylayman. Yana birozginadan so'ng va nihoyat biz bu o'yindan o'tib olamiz. Men nimanidir ko'ryapman. Jin ursin, ko'zlarimga ishonmayman. Axir bu o'sha portal-ku. Qani bilmasam olg'a. Qani sakranglar. Qani men tekshirib ko'raychi tepada nima bor ekan. Vo, tepaga chiqmaganimiz yaxshi ekan. Anyalan o'z bu videoni dublyaj qilgunicha uning sochlari oqardi. Xo'sh, kimni qurbon qilamiz? Bo'lmasam boshqacha hal qilamiz. Hozir men kamonni o'qini aylantiraman. Uning o'qi kimga qarasa, shuni qurbon qilamiz. Faqat esingizdan chiqmasin, biz halol o'ynaymiz. Jin ursin, Bodring, biz qaramay turganda sen bizni ko'zimizni aldading. Qani bo'la qol, u buni uddaladi. Tezroq bo'l, bizni kam vaqtimiz qoldi. Xo'sh, vardalar bizdan qancha uzoqda ekan-a? Shundoqqina burnimiz tagida ekan-ku. Jin ursin, qochib qol. La'nati, endi bu yerdan qanday qilib qochib ketamiz? Bezmiya, senda qandaydir reja bormi? Sizlar ko'pchilik, bizlar esa 2 kishi. Bu adolatdan emas. Agar o'rtangizda mardingiz bo'lsa, men bilan birga bir jang qilsin. Bu ish berdi. Opa, men arenada jang qilmoqchiman. Agar men sizlardan zabardast, to'ba, buncha kichkina bo'lmasa bu. Menga qara kichkintoy, u nima qilyapti? La'nati. Mana bu boshqa gap. Hoy, biz bunaqada kelishmagan edik. Jin ursin, bular meni o'rab olishdi-ku. Mana endi qayerga qochsam ekan-a? Bezmiya, sen tirik edingmi? Bu nima balo bo'ldi? Bu nima balo, protivagazmi? La'nati, mana endi tushundim u nima uchun menga protivagaz berganmi. Jin ursin, sen la'natini, ertalab nima balo yegan eding? Tushunmadim, ajdarxo nima uchun ko'rinmayapti? Qayerga g'oyib bo'ldi? Nima balo, seni ham bezmiya qo'rqitib yuborgandan shu yerga berkinib o'tiribsanmi? Lekin bu nomering o'tmaydi. Va nihoyat men bu o'yindan o'tib oldim. Tushunmadim, yana nima balo qilyapsan? Yo! Anyalan o'z kanaliga obuna bo'linglar. Chunki Anyalan o'z dublyajchisi bu videoni dublyaj qilgunicha sochlari oqardi. Yangi video chiqishini xohlasangiz videoga like bosishni unutmang.